hisob bilan yozardik har bir so'zni. Maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tgani sezilmasdan manzil sari yetadi. Vaqt hech kunni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor. Qushlar sayradi, kimlarni topishtirib va kimlarni ayiradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto gulbadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar. Faqat bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq aka-ukadik. Eski hayotimda balki xayolim turgan bilik Nokia'da bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman. Famisini topshirishda tan olaman kam bo'lardim. Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni deyishib ko'rardik. Darsdan qochganlarni kaltaga uyishib so'rardik. Har xil bahonalar uyga javob berishib o'qituvchini hurmat qilardik. O'zaro kelishib 6-soatiga deyarli qolmasdi. Hatto och qolganimda bufetdan qarzga nodim. Sinf rahbarimizni nimalardir o'qib ko'ndirgan birinchi bo'lsa sizda vaqt qilib qo'yardi ko'ndir. Onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab yuribsiz va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga kechirtirishni. Balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik. Kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik. Hech qanaqa telegrammas anketa to'ldirardik. Vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib yaxshirog'i skameyka bizga begona divan. Anketachi bizni topsam anketalarni so'rayman. Esimda kundalikni hamma yashagan o'sha paytlar. Bitta marta bo'lmaguncha bir-birimizni ayblab bor Java o'yin sefar yo'qachga degan saytlar esimda. Ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar. Beg'bor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda. Zebra ruchkalarda zvonok qutqarardi. Esimda endi ochilganida paynet budkalarda. Sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'lgandi. Ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi. Statuslar qo'yish uchun o'qiradigan sayt bo'lardi. Toki aql kirganida hamma yurak mayt bo'lgandi. Yangi yilda tanimasdi. Yugurib o'tardik svetoforli sekund sanamasdi. Qad ko'targan daraxtlarni negadir tekizlagandi. Eski yomon xabarida sanoying izlagandi. Neligini his qilgandik, ketadi zo'rlikni. Ko'rinishi esimda sariq 50 so'mlikni. Balki hozir gapiramiz yoshlarga qaragandek. Jaloliddin menga berdini tangadan tanigandi. Yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir. Agar taqqoslasam hatto gaz vadalar bemazadir. Koronani tatori donodan tinlagandik. Nimaligini biz chorli boomerdan bilgandik. Har bir uyda bitta DVD va bitta GNP. Wi-Fi paydo bo'lganda o'qigandik Wi-Fi. Utsdan narsa tashab sakrusga sekin to'lardi. Har bir domda ko'ngli ochiq rus babulalar bo'lardi. Ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida. Bir san'atasiga yaqin ayollar panikada. Balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q. Yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisiyo. Telefonda ilon o'yin yutolmasdik kecham. Bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq chekichan. Ota yo'l avtobusda juda ham kam bo'lardi. Hamma ham futbolda Ronaldinho desa tan olardi. Ko'chalarda artizandan suv oqardi, ichishardik. Line operatori bilan doim o'ynashardik. Bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik. Uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik. Chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik. Afva yo spring suvni avtoritet bilgandik. Avtoritet telefon 6300 bo'lgan. Bizda eng zo'r standart faqat Hojiboy bo'lgan. Bu kunlarim ham o'tib ketadi, xuddi qoragino. Unutamiz go'yo unutilganidek amino. Axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading. Topganing bitta do'st va shu ham ekspertading. Va kuzatgan fasllar almashishini tomosha qilgan. Va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan. Va balki paytlar ham keladi uyg'onib ertazon. Qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson. Biz o'sha avlod bolalikdan sirasiz qaragan. Va yillar o'tib bizni ham zo'rg'a eslab tanigan. Va bizning eng sevimli o'yinimiz bekinma choq bo'lgan. Bizni bolalik valyutamiz nakleyka bo'lgan. Love is to'plaganidek 100 raqamini qottirib. Va boshqa dvorlarga borgan raqib qottirib. Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan. Megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan. Beg'bor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda. Zebra ruchkalarda zvonok qutqarardi. Esimda endi ochilganida paynet budkalarda. Sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'lgandi. Ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi. Statuslar qo'yish uchun o'qiradigan sayt bo'lardi. Toki aql kirganida hamma yurak mayt bo'lgandi. Bolalik
zor bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, qilganim shu on unutardim. Eslayman o'sha damlar, burchakka bekinib devorga chizardim. O'yinchoqlarim faqat buzardim, yangi yilda kun bo'yi archa bezar. O'sha eski bog'cha, opam uxlamoqchi, men esa qochmoqchiman, qizlar aytmoqchi. Lekin baribir qochardim, befoyda ushlash hech kimga yoqmasdi albatta. Bolalik zor bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, qilganim shu on unutardim. Eslayman o'sha damlar, burchakka bekinib devorga chizardim. O'yinchoqlarim